Fotoapparatlarimiz hozir shu bugunda aytilayotgan summadagi narxlarga sotilyapti va shu summada foizsiz O'zbekistonning barcha viloyatlariga bo'lib to'lashga beriladi. Assalomu alaykum hurmatli xaridorlar. Bugun Abu Sahidan S13 do'kondan sizlarga xaridorlar uchun o'z uyda ishlatishga yoki professional nuqtai nazardan boshlang'ich uchun fotoapparat izlab yurganlarga bir video tayyorladi YouTube'ga. Marhamat qilasizlar. Fotoapparatlarimiz misol uchun boshlang'ich uyga, xonadonga, topoga chiqishga mo'ljallangan kichkina fotoapparatlarimiz sifrovoy HD formatda video oladi. 600 ming so'mdan 1,5 milliongacha narxlarda sotilyapti kafolatlari bilan. Shuningdek, bizaga kuchliroq nuqtai nazardan obyektiv yechiladi, zerkanli bo'lsin deganlarga zerkanli fotoapparatlarimiz narxlari 1 million 100 ming so'mdan boshlanadi. Nikon D40 obyektiv yechiladi, kafolati bilan, batareyka, zaryadchigi bilan 1 million 100 ming so'm. Mana bu Fujifilm degan fotoapparatimiz zerkanli, sostenasi yaxshi, yaponskiy firmaniki, obyektiv yechiladi, batareyka, zaryadchiklari bilan bu ham 1 million 100 ming so'm. Skidkada hozir bizada. Xo'sh, keyin EOS Canon 1100 degan fotoapparatimiz obyektiv, batareyka, zaryadchilari bilan 1 million 300 ming so'm bo'lyapti narxi. Bundan keyingi fotoapparatimiz Nikon 3000 da. Bu fotoapparatimiz 1 million 200 ming so'm bo'lyapti. Batareyka, zaryadchik, komplekt qilib beramiz buni ham, kafolatlarni ham beriladi. Bundan keyingi rusumimizga fotoapparatimiz Canon 600D degan fotoapparatimiz bo'lyapti. Batareykasi, zaryadchigi, obyektivi, komplekt 1,5 million so'mdan sotilyapti. Bundan keyingi rusumdagi fotoapparatimiz Nikon 3100 degan rusumdagi fotoapparatimiz. Bu fotoapparatimiz boosterlari bilan ikkita batareya qo'yadigan bloklari ham komplektida bor. 1 million 400 ming so'm. Boosteri ham ichida komplekt qilib beriladi. Batareyka, zaryadchik, obyektiv hammasi remen pemelarigacha 1 million 400 mingga kafolatlar bilan beriladi. Bundan keyingi rusumdagi fotoapparatimiz Nikon D90. Bu fotoapparatimiz katta obyektiv bilan 18 ga 105 obyektiv bilan agar bodisini olinsa $120 beriladi. Bu katta obyektiv bilan, katta obyektiv $130, umumiy hisobda $250 katta obyektiv bilan. Agar kichikroq obyektiv bilan olinadigan bo'lsa, Nikon D90 fotoapparatimiz $180 ga to'g'ri keladi. Agar katta obyektiv bilan bo'lsa, $220 bo'ladi. Srochniy fotoga, qisqa metrajli videolarga, HD videoda oladi. Kichikroq albomlarga mana shu ko'rsatgan fotoapparatlarimiz yuqoridagi 1 million 100 mingdan $250 gacha fotoapparatlarimiz mos keladi shu talablarga mos beradi. Agar kuchliroq formatda, kuchliroq professional nuqtai nazardan ishlayman deganlarga 5300 degan Nikon degan rusumli fotoapparatimiz taklif qilamiz. 5300. Bu fotoapparatimiz zamonaviy HD formatda oladi, ekranlari katta, ishlashga qulay, bukiladi, har xil holatda ishlasa bo'ladi, xilma xil obyektivlar qo'ysa bo'ladi. Bu fotoapparatimiz $300 bo'lyapti. Bu fotoapparatimiz ham hozir skidkada. Bu fotoapparatimizdan yuqori bo'lgan modelimiz 5600 degan model. Bu oxirgi modellardan biri hisoblanadi. Bu fotoapparatimiz $550 bo'lyapti. Skidkada bu ham. Bu fotoapparatimiz $700-800 sotilgan, hozir skidkada $550. Batareyka, zaryadka, komplekt. Keyin Canon rusumdagi fotoapparatlarga o'tadigan bo'lsa, Canon 600 da bir obyektivi, batareykasi, zaryadniki, pоворотники, ekranlari bilan qulay bo'lgan fotoapparat. Bu fotoapparatimiz $180. Hozir skidkada bo'lgan. Keyin Canon 4000 degan fotoapparatimiz. Bu ham skidkada $280. 4000 degan bu hozir shu bugunda chiqib turgan fotoapparat kafolatlari bilan beriladi. Shuningdek, zamonaviyroq bo'lsin, avtofokusi bo'lsin, video ham, foto ham yaxshi olsin, pоворotli ekrani bo'lsin desa, 700 da, 750 da, 800 degan
o'xshagan fotoapparatlarimiz hozir sotuvda bor do'konimizda. Bu fotoapparatimiz $350 sotilyapti. Bu ham skidkada. Hop, keyin zamonaviy avtofokuslari bor. Keyin 100 degan fotoapparatimiz, bu fotoapparatimizni ham narxi $350. Bu fotoapparatlarimiz hozir shu bugunda aytilayotgan summadagi narxlarga sotilyapti va shu summada foizsiz O'zbekistonning barcha viloyatlariga bo'lib to'lashga beriladi. Abu Sahiy do'konimizga marhamat qilaverasizlar. Xilma-xil rusumdagi fotoapparatlarga jihozlar, ularning aksessuarlari, bularga stoykalar, chiroqlar, fleshkalar, zapas batareyka, zapas ehtiyot qismlari, batareykalarimiz, zaryadchilarimiz, kabellarimiz, remellarimiz, hamma stabilizatorlarimiz, hamma narsa sotuvda mavjud. Bu hamma do'konimizda hamma jihozlar, apparatlar, texnikalar, ehtiyot qismlar shu sotilib turgan narxlarda bo'lib to'lashga beriladi. Marhamat qilaverasizlar.